Omay anidek efsane rivayetlerki şahs ve vakalikler tarihte hakikaten yüz bergenmi? Bugün biz efsane rivayetler bilen reallik otursuzki münasebet doğrusu toxtalaylik. Bugünkü filmni çoğun bütünlay körüp yetip anankin inkasizdanlar. Aldanqı qitim Omay an to'g'riliq film ishlab chiqarsam, taxminan bir 2 millionga yaqin odam ko'ribdi. Meni session qilib nurg'un savollarni so'ragan bilan bu savollarning ichida bir savol endi bak yaxshi so'ralgan savol bo'ldi. Bu tarixiy shaxsmi, afsonaviy shaxsmi? Tarixda haqiqatan yuz berganmi, yuz bermaganmi degandek. Endi tarixi bak uzun bo'lmagan ba'zi bir tarixdagi shaxslarni Omay anidek efsane rivayetlerki şahs ve vakalikler tarihte hakikaten yüz bergenmi? Bugün biz efsane rivayetler bilen reallik otursuzki münasebet doğrusu toxtalaylik. Bugünkü filmni çoğun bütünlay körüp yetip anankin inkasizdanlar. Aldanqı qitim Omay an to'g'riliq film ishlab chiqarsam, taxminan bir 2 millionga yaqin odam ko'ribdi. Meni session qilib nurg'un savollarni so'ragan bilan bu savollarning ichida bir savol endi bak yaxshi so'ralgan savol bo'ldi. Bu tarixiy shaxsmi, afsonaviy shaxsmi? Tarixda haqiqatan yuz berganmi, yuz bermaganmi degandek. Endi tarixi bak uzun bo'lmagan ba'zi bir tarixdagi shaxslarni iloh darajasiga ko'tarib, ya'ni qo'g'duvchi buzruklar darajasiga ko'targan nurg'un shaxslar bor. Masalan, ishqirda masalan Guan Yu deymiz, yoki Ma Zu yoki bo'lmasa boyliq ilohiyda qo'yilgan Caishenye. Albatta bularning hammasi tarixda o'tgan shaxslar. Keyin buni shunday buzruklar darajasiga, qo'g'duvchi darajaga ko'tarib, ishqirda nurg'un odamlar shu uylarni izlab qo'yib, kunda kuzga uydirib qildigan ishlarni nurg'un. Bu mavzuning roli shu Omayanniki o'xshib ketadi. Bu Sharqiy Jungo, bo'libmi Sharqiy Janubiy Jungo bilan Janubiy Jungo taraflardagi o'sha baliqchilik bilan shug'ullanadigan xalqning shu dengizga chiqib baliqchilik qilgan vaqtda omon eson qaytib kelishi, sog' salomat qaytib kelishi uchun bir ruhiy madad, ruhiy to'rik shaklda mavjud bo'lib turdi. Hamda ba'zi bir rivoyatlar, afsona rivoyatlar buning tarixi bak uzun bo'lganlikdan bu to'g'riliq haqiqatan yuz bermagan, haqiqatan yashab o'tmagan to'g'riliq tarixiy material kamchilik yoki topqil bo'lmaydi. Masalan, dunyodagi ko'p qism davlatlarda shu ilgari yuz bergan suv obsi to'g'riliq rivoyatlar bor. Bu rivoyat bo'lsa har xil davlatlarda o'xshamagan shaklda aytiladi, lekin faqat og'zaki holatda hozirga yetib kelgan. Masalan, biz boshlang'ich mezgilimizdagi Xinjiang darsida ma'lum bir bobi degangan, Xinjiang ilgari dengiz edi deb. Balkim ko'pinchalarning esida bor. Undaq bo'lsa, afsonaviy rivoyat bilan reallik orasida qanday munosabat bor? Yoki shu afsonaviy rivoyat tarixda haqiqatan yuz berganmi? Hamda bu to'g'riliq sizlarga bir tarix so'zlab bersam, 2 dunyo urushi mezgilida, ya'ni 1941-yil 12-oyning 7-kuni Yaponiya Jinjugan, ya'ni Amerikaning Fiorli harbor portiga hujum qilgandan boshlab Amerika butunlay 2 dunyo urushiga qatnashdi. Bo'libmi 1942-yilga borgan vaqtda Amerika bilan Yaponiyaning asosiy jang maydoni Tinchukan rayonida bo'ldi, ya'ni Tinchukan urush boshlandi. Tinchukan urushi mezgilida Amerikaning asosiy Yaponiya qo'llangan taktikasi bo'lsa, ya'ni Tyododanshu deb, ya'ni Tyododanshu bo'lganda